Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, gruppamiz a'zolari, Gipkamen ishqibozlari. Xo'sh, bugungi obyektimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Dashcho'lpon qishlog'idan hovlining ichini gipkamen qilib berish ishlarini boshlaganmiz. Devorning holati, gipkamenga tayyorlash jarayonlari ketyapti. Hozir ustalarimiz mana ishlab boryapti. Bu yog'ini kelganimizda devor tayyor bo'lgan, yopishtirishga tayyor bo'lgan. Mana shu holatini 95 mingdan dogovor qilib kelishib ish boshlaganmiz. Atkoslari chetini qoldirganmiz. Atkoslari cheti oq bo'ladi. Tiyaga o'xshagan fasonda boshqa shikolatni svetda yopishtirib beramiz, xudo xolasa. Ustalarimiz hozir reja urish ishlarini olib boryapti, xudo xolasa. Shunday qilib rejani urib chiqib, mana shu holatda ish boshlab yopishtirilaveradi. Keyingi davomi mana shu rejaga qarab turib, klet surtab, har bir qatoriga bittadan mana gipkamen ana bo'ladi. Mana shu har bittasi bitta detal. Uy egasini o'zi tanlagan, mana shu rang tanlab, qorani orqasiga mana shunday qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa, tagida, tepasida 1 santidan qora sho'pi bo'ladi. Shunda juda chiroyli narsa chiqadi, xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib, kuzatib boringlar. Agar kimga videolarimiz yoqadigan bo'lsa, like, podpiska bo'lib qo'yib, bemalol qilaydigan ishlarimizni ko'rib turasizlar. Bundan yangilardan xabardor bo'lib turasizlar, xudo xolasa.